Video ko'rib o'tirganingizda chiqib qoldim, ha? Bekorga emas, Alloh meni sizga ko'rsatdi. Joningizga tegib ketdi, qarzlaringiz, kreditlaringiz, mashinangiz arendasi bo'lishi mumkin, yoki hayotdagi o'xshamayotgan ishlaringiz, uyingizdagi problemalar. Bittasizda bor-ku, to'g'rimi? Joningizdan to'yib ketdingiz, yashagingiz kelmayapti. Qarang, bitta zo'r gap aytaman sizga. Qulf bilasiz-a, qulfli degan. O'sha qulfni hech qachon kaltsiz chiqarishmaydi, to'g'rimi? Yo ko'rganmisiz shunaqasini? Va Alloh ham sizga yechim yo'q sinovini bermaydi. Shuni unutmang. U o'xshamayotgan ishlaringiz hammasi o'tguncha. Bitta narsani unutmang, Alloh o'zini yaxshi ko'rgan bandasiga sinov beradi. Hamma narsaning iloji bor. Allohdan so'rang. Alloh, menda shunaqa muammo bor. O'zing yordam ber, o'zing yetishimga yo'l ochib ber, to'g'ri yo'l ko'rsat deb ko'rsating. Ayting Allohga. Albatta sizga yechimini beradi. Mana isbot, ya'ni Alloh borligi isbot etingmi sizlarga? Juma kuni yomg'ir so'rab Allohdan yomg'ir so'radik, to'g'rimi? Mana hamma yoq ho'l. Kecha bugun jala qo'ydi. Mana Alloh qudratini ko'rasizmi? Sizga u berilayotgan muammo nima? Kichkinagina muammocha-ku. Allohdan so'rang, albatta yechimini topasiz.